Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Tashriflaringiz yanada fayzli ayladi shu koshona saroyni. Robbim ziyoda aylasin davramizdagi chiroyni. To'ylar muboragi sadolari bilan taklif qilamiz. Kelin kuyov Suhrobbek va Barchinoyni. To'ylar muborak bo'lsin. Sarojon onamizni tabriklaymiz. To'ylar muborak bo'lsin Sarojon ona. Biz niyat qildik, hamisha to'yga kelgaymiz. Shu fayzli sulola, shu fayzli xonadona. Kelin kuyovlarimiz baxtli bo'lsin va ular ham o'z vaqtida bo'lsinlar sevimli ota-yu ona. Bugun Alloh marhamatiyle yana bir bora bo'ldilar qaynota, qaynona
Xonadon soyai davlati Akmaljon og'amizni tabriklaymiz. Shodiyaxon opamizni muborakbod etamizki, sevimli farzandlarini ko'shk sahnidagi kamoli muborak bo'lsin. Yoshlar bir umrga baxtli va saodatli bo'lsin. Demakki, bugungi fayzli oqshom qahramoni, ko'shk sahnining sohibi, sohibai sultoni, hurmatli kelin-kuyovlarimiz Suhrobek va barcha noilarni nikoh shodiyonasi tabriklaymiz. Baxtingiz boqiy bo'lsin, mehru muhabbatingiz abadiy bo'lsin. Yaratgan egam o'z vaqtida solih soliha o'g'il va qiz farzandlarni berganda, shu xonadonga oltin beshiklar ham kelganda yana diydorlashish, o'ynab kulish barchamizga nasib etsin. Bugungi yaxshi kunlar munosabati bilan hurmatli Ikromboy otamiz boshchiligida barcha amaki otalarni tabriklaymiz. Doyi otalarni muborakbod etamiz. Sulolangiz hamisha to'yxona murodxona bo'lsin. Keling, ushbu go'zal shodiyonani chiroyli tilaklar bilan ochib berishlari uchun birinchi tabrik so'z navbatini zaminimizdagi nufuzli Go'sha Shirin mahallasi ma'muriyati nomidan, mahalla darg'a insonlar nomidan hurmatli Ilhomjon akamizni o'zlari shu yerdalar, chiroyli duolar bilan, go'zal tilaklar bilan to'y kechamizni ochiq deya e'lon qilsalar, yana ham nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, ahli akizak. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Assalomu alaykum, bugungi to'yimizni qutlab kelgan qarindoshlar, barcha azizlar. Ana bugün yana elatimizda azandan beyana to'y tantana, yaxshi gün, muzika, hava. Yeyilib yozilgan xonadon, ana bu ukam aytganidek sulola desa arzig'iydi o'n xonadon. O'zini halol mehnati bilan bir ömür halol mehnat qilib, ana shu to'ylarni niyat qilib keltirgan xonadon. Ustozimiz, qudamiz Rahmat akamlar xonadonida, Sarajon amla xonadonida, Akmalbek ukamiz xonadonida. Bugun to'y to'ytana o'zining sevimli farzandlarini ana bugun to'yini qilib turibdi. Akmal uka halol mehnat dedik. Şu ekizekte köp insanlar qatori şu halal mehnatdan senin için çıkan. Hava. Ana bugün şu qilgan mehnatlaringni mevasini görüp turibmiz. Ana xalqning nadin, elatning nadin, qarindosh to'g'allarni bugungi to'ylar Ikramboy, Etchanboy, barcha Etchanoblar hammangizga Sarajana muborak bo'lsin. Bugungi gen gelinimiz xonadoningga baxtalib kelgan bo'lsin. Qilgan mehnatlaring hava ijobat bo'lsin. Hava nav deymiz. Faqat eldiga qarab intilamiz. Yana eldiga qarab taşıyoramiz. Gelin bugun shu bizden umidvor bo'lgan barcha insonlarni ruhlari shod bo'lsin. Şuyungi to'yimizdan ruh shod bo'lib, yaxshi niyatda yotgan bo'lsinlar. Hava. Do'stlar, to'y davrasini ochiq deb e'lon qilaman. Barchangizni to'y dasturxoniga taklif qilaman. To'yimizni bir chiroyli bo'lib, maroqli bo'lib o'tishida o'zlaringizni ishtirokingiz bilan fayz qo'shasizlar deb umid qilaman. Ana bugun xizmatimizda Nodirbek o'g'lim bir ajoyib niyatli inson sifatida xalqdan hamma vaqt to'y kutasiz. Oshpaz bormi, sozanda bormi, videochi bormi, ana suxandoningiz hamma shu qozonimiz to'ydan qaynaydi. Hava, Xudoyim shu barcha shu to'yda xizmat qilib turganlarni hammasini hava bosh to'ydan chiqmasin. Hamma vaqt shu eshigingizni to'yda boshsinlar. Hava. Barcha yaxshi niyatlarimiz shu Akmalbek qatorida sangam uka. Hava balam. Elatimizda 4 ay oldu to'y olmadı. Hava. Ana bugun shu to'y kutib qolganmiz. Shuning uchun ajoyib xizmat qilasan. Ana bu aparaturalarni pasroq qo'yib, bizi mulla bu Fatihani o'qisa ozodlik bo'lib yana ne bo'ladi? Hammasini ruxsat. Hava bolalar uchun ham. Shuning uchun pasroq qo'yib elat o'tiradi. Hava. Hammaga to'ylar muborak bo'lsin. Rahmat.
Salomat bo'ling siz ham. Aziz boshingiz ko'rmasin g'am. Mahallada to'ylar ko'p bo'lsin, to'yga kelganimiz biz ham. Qadrli mehmonlar, aziz davradoshlar, to'y kechamiz yaxshi niyatlar bilan bevosita ochiq deya e'lon qilindi. Suhrobbek, sizni ijodiy jamoamiz nomidan ham tabriklaymiz, do'stlar nomidan tabriklaymiz. Baxtingizga ko'z tegmasin. Joyiz topsangiz kelinchak yuzlaridan harir ro'mollarni ochib qo'yishingiz mumkin. Hamisha yuzlaringiz yorug' bo'lsin, martabangiz ulug' bo'lsin. Baxt koshonasiga qo'ygan qadamlaringiz inshaalloh qutlug' bo'lsin. Mehmonlarimizga bo'lgan hurmatingiz uchun rahmat. Bemalol o'z joyingizga o'tirishingizga taklif etamiz. Bir umrga baxtli va saodatli bo'ling. Tabriklaymiz. Rahmat. Qadrli mehmonlar, bugun ushbu shodiyona go'zalligini ta'minlash maqsadida ko'plab insonlar xizmatda, xususan endi boshlovchini vazifasi asosan tanishtirish. Shunday ekan, ruxsat eting, avvalo o'zimni ham tanishtirib o'tsam. Shu yerdagi davramizdagi yosh ulug' insonlar yaxshi biladi. Bir xivalik shoir bor, yaxshiga qilsang yaxshilik, ham aytadur, ham qaytadur. Yamona qilsang yaxshilik, na aytadur, na qaytadur. Yaxshi so'zi dona dona, yaxshi so'zga yo'q bahona. Qil yaxshilik otaxona, ham aytadur, ham qaytadur degan she'rni muallifi Otaxon akam Matyaqubovning farzandlari Hamidbek Otaxon o'g'li bo'laman. Yaxshi niyatlar bilan keldik bugun Xiva elidan. Inshaalloh o'z navbatida bahramand bo'lasiz Kaminani ham she'ridan. Hozir esa sizlarga yaxshi kayfiyat tilaymiz va so'zlarimizni chiroyli kuy qo'shiqlarga ulaymiz. Avvalo Sulola nomidan xizmatdagi insonlarga ham omad tilaymiz. Xususan Yog'du to'yxonasi ma'muriyatiga, ofitsiant yigit-qizlarimizga, oshpaz akalarimizga, Kenjabek studiyasi juda ham ajoyib studiya, ijodlariga omadlar yor bo'lsin. Ularda ham uylarda yaxshi kunlar bor bo'lsin. Yaxshi kunlarda bugungidek ajoyib san'atkor bo'lsin. Eshonovlar sulolasi o'zlari boshqa sohada bo'lsa ham san'atga juda ham shinavanda sulola. Bu sulolada ko'plab ustoz, buyuk ustoz san'atkorlarimiz xizmat qilgan. Qarang, bugun mana izdosh san'atkorlar xizmatga kirishmoqdalar. O'zlari yosh bo'lsa-da mumtoz hamda zamonaviy kuy qo'shiqlarni ham mohir ijrochisi Nodirbek Rahimov bugun xizmatda. San'at bayramiga ham guvoh bo'lamiz albatta. Xush kelibsiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz davramiz mehmonlari. Bugungi to'y bilan shu xonadon egalarini tabriklaymiz. Galingi yo'llar ham baxt tilaymiz. Marhamat, barchalaringizga yoqimli ishtiqa yaxshi kayfiyat tilaymiz. Muborak bo'lsin to'ylar. Har nodonga aytma bir do'st so'zingni, har nodonga aytma bir do'st so'zingni. Hasrat o'ti jisming yoqqancha bo'lmas. G'ussa bilan dona dona ko'zingdan, g'ussa bilan dona dona ko'zingdan, ashkina domingni to'kkancha bo'lmas. Ashkina domingni to'kkancha bo'lmas. Ko'ngli qirog'idan bulmanglar ulfat, yukar undan turli kasofat. Har necha ko'mirga aylasang hurmat,
Har neçe kömürge aylasang izin Üstüne kıras yukan çabulmaz Üstüne kıras yukan çabulmaz Kanavatı bize da tut üzüğünü Temakıp saraytırma yüzünü Har namertke rava körme sözünü Har namertke körme sözünü binas yıkan çabulmaz sözünü binas yıkan çabulmaz Mağrur bulup kezme ömrün gülü Ahır duç kilersen hazan gibi yaşap düşse yecel koliga 100 yıl yaşap düşse yecel koliga O'ngingdan so'lingga boqqan chabulmas O'ngingdan so'lingga boqqan chabulmas Maxtum quli hargiz olmadi omon Yolg'onchining zahri o'limdan yomon Yomon so'z oldida zar ko'p ilon Chaqsa-da bir chibin chaqqan chabulmas Chaqsa-da bir chibin chaqqan chabulmas
çaman seyride canan bulmasa Neylerim bu çaman seyride canan bulmasa Mıstata usrikini baryon xiraman bulmasa Sarva qamat avrazi gül kadray xam bulmasa Köz işine özü barna şoyu kurban bulmasa Ölmeyin muhacirde cismim aracan olmasa Başıma düşken bana sevdalarındır müşkülüm Vakal bir yoklamaydı kayda kaldı dip kulum Sarıp basar asradların şadiyet kalini aldırdım O yüzün bir görmesem her gün karanlıdır dilim Ravşan olmaz geceler olmayı taban olmasa Bir yol yerim eylemi asgar tumlum ve dostlar O yıllar vasıdın merumluğum ve dostlar Yığlamayım o bir kası mazlumluğum ve dostlar Sorsanız şıldır sebep mağlumluğum ve dostlar Sor geli ahval zavrımga qadrdan bulmasa Gözlerimden yaş döküp ağlı nedametler bilen Saltanat taktıydı yavrum meşruvatlar bilen Çıksa yüz hil türlenip hasni malatlar bilen Ademir masbul kişi görüyen kurban bulmasın Bu cihanda bir peri ruhsar üçün xislet kabi
Bormikin afsona bo'lgan yor uchun xislat kabi Ali yolg'on bevafo dildor uchun xislat kabi Gece gündüz kan yutub ash'or uchun xislat kabi Aşkı sadık emas olamga daston bo'lmasa Aşkı sadık emas olamga daston bo'lmasa oy Kecha oqshom falayda oy bozori botganda Zuhra yulduz miltirab Rahamda otganda ruhimda bir mayuslik Sakinlik uyg'otganda men seni esga oldim Birinchi muhabbatim eslab hayolga toldim Birinchi muhabbatim O'tdi yoshlik zavq bilan Goho to'polon bilan Gohida yaxshi bilan Gohida yomon bilan Ayram düştük ba'zan qalb bilan iymon bilan Nechun demodim Birinchi muhabbatim eslab hayolga toldim Birinchi muhabbatim Yolun yukarısı muhabbatga sevgan g'ussaga botsa muhabbatga sevgan
chorasiz qolsa odam muhabbatga suyangan. Men kimga suyanganman? Birinchi muhabbati anlap olmaz ekan. Yo'q keng ekan, yo'qda tuynuksiz kasir ekan. Lekin inson hamisha bir qisga asir ekan. Niçin demodim birinchi muhabbatim yolg'iz Allohim mening. Birinchi muhabbatim yolg'iz Allohim mening. Birinchi muhabbatim